O'zining bilan bir vaqtda homilador bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi ikkalaylar ham ishlamasdan qaynonanglarni ishlatsanglar bo'ladi. Yetmaganiga ikkalaylarga ikki xil narsa yoqadi-yu. O'sinjon, kirlarni yuvishga yordam berarsiz balkim. Voy, homiladorman-de. Voy, qarang, bilmayman. Qarangchi, men ham homiladorga o'xshamayapmanmi, bodo? Balki siz semirgandirsiz, prosta tekshirib ko'ramizmi? Oyijon, ota hovlimi hidiga boshqarog'i bo'ldim. Borib kelsam bo'ladimi? Voy, aylanib ketay, boring. Oyijon, men Fransiyadagi Eyfel hidiga boshqarog'i bo'lganman, bormasam bo'lmaydi. Eyfel? Mana Eyfel ham tunukadan yasalgan. Mana, hidlab yurasiz. Yaxshi tomoni, eri endi bitta o'zi narsa qidirmaydi. Ha, siz nimaga chiqaryapsiz Elisa? Balchiq hillagim keldi o'zingizcha. Ha, endi bahorda yo'q narsa shu tarvuzda. O'ziga yegim ham kelyapti, prosta ovora qilishmasdi-da. O'sinim o'zi hamisha o'ziga qolib ketmasligi uchun homilador bo'lib oldi. Men nima qilsam shuni qilyapti. O'sinjon, kechasi qanaqa qilib yotibsiz? Sizni ham tifotdimi bolangiz? Qanaqa ko'tarib yuribsiz buni? O'zi nima ichibsiz? Elivit ichyoman. Homiladorlikda kerak bo'ladigan hamma vitamin va minerallari bor. Sizga ham foyda, bolangizga ham foyda. Buni ichsangiz, xudo xolasa bolangiz to'g'ri rivojlanib, sog'lom tug'iladi. Siz ham iching. Endi butun mahallani qiladigan bittagina ishi bizani tug'ishimizni kutish. Qachon tug'asizlar endi? Tug'a qolinglar endi. Xo'p, tug'amiz. Voy, sizni qoningiz vahshiy katta ekan. Ikkita tug'ing. Bo'ldi, shunaqa qilaman. Nima qilishni bilmay yuruvdim-da. Ana hammasi tugadi. Bir amallab qutulib oldik. O'zi ham bir kunda farzandinglar 3 kilo 200 tug'ildi. Farzandinglar baquvvat va sog'lom. Chunki oyijon bizga elivit ichirganlar. Shu elivit oyim paytlarda bo'lganda bormi? Men ham sog'lom tug'ilardim. Tak.